Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana yangi obyektimizga keldik. Dilshod aka o'ziga katish ko'tarmoqda. Bu yog'i quyoshlar charaqlab ketgan. Kimga shunday xizmatlar kerak aloqaga chiqaverasizlar. 0 dan to tomigacha o'zimiz yopib beraveramiz. Yomg'ir, qorlarda qarang. Bu yerda derazalari, bu yerda ham перекрот bo'linmasi bo'ladi. Bu asosiy eshigi. Bu yerda ikkinchi etajga zina bo'ladi chiqib ketish. Bu yerda ham перекротка bor, tualet hammom ichida. Mana kimga xizmatlar kerak bo'lsa, sismasini qo'yishimiz kerak. Aloqaga chiqaverasizlar. Like bosib, подписка qo'yasizlar.